Oyi. Oyijon, men keldim. Bolam. Bolajonim. Yaxshi keldingmi bolam? Aylanaysan-da. Sog'inib ketdim-ku seni. Men ham sog'indim. Bo'ldi onam, chiqdim. Hammasi orqada qoldi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. O'zgarimmanmi? Bolajonim. U yoqlarda rosa qiynalgan bo'lsang kerak. Yo'q, qiynalmadim. Mazali ovqatlar ham yemagan bo'lsang kerak. Ovqatlari yaxshi, lekin siz ovqatlaringizdagi shirin emas. Voy, ovqat qilayotgandim. Yo'q-e? Hozir. Ovqat. Pishib qolgandir, hozir solaman. O'g'lim, o'qishingni davom ettirasanmi? O'qishdan haydab yuborgan ham bo'lsa kerak. Voy, esim qursin. O'qishingdan xat kelganda. Hozir. Mana. Nima ekan bu? Yo'q, oyi. O'qishga borgim kelmayapti. Bolam, sen hali o'qishing kerak. Katta odam bo'lasan, Xudo xohlasa. Balkim. Iltimos, meni shotga yozib qo'ysangiz. Xo'p bo'ladi. Hozir 1 daqiqa kutib tursangiz, hujjatlarni olib kelaman. Hop. Tabriklar, mana o'qishga qaytdim. Men bularni restoranda ko'rib qoldim. Qo'shilib qoldim. Tabrik. Birga o'qiymiz, a? Xolasinglar biror joyga o'tirib yuvamiz. Bo'ldi, davay. Go. Yo'q-e! Bo'ldi! Ha, bolalar, Tako Jonkani ko'rib qoldinglarmi deyman, qarab qoldinglar? Gambitmi? Gambit? Kim o'zi? Mana manman. Men chiqdim. Gambit bu. Gambit, qalisan, sumsan. Nimaga bo'ldi? Qanaysan? Mana qara katta bo'lib ketganini. Hayt. Do'stim. Bos. Tinchmi? Ancha o'zgarib ketibsiz. Siz ham o'zgaribsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kursdoshlar bilamiz. Yaxshi. O'zinglar qalaysiz? Zo'r, o'zi yaxshimisan? Hujjatlaringizni olib keldim. Marhamat. Qaysi kursda o'qiyapsizlar? Bristolchi? Iltimos shuni Bristol qilib bering. Biz Birga o'qiymiz. Ketdik. Yaxshi, hammada bir xil forma ekan-a? Ha, hammamizga bir xil forma berishdi. Mana sen ham olibsan-ku. Yarashganmi? Sen o'zi qachon ozodlikka chiqding? Shu yaqinda. Hali ko'p bo'lmadi. Endi yana birga o'qirkanmizda. Afsuski, hazillashdim. Qolgan bolalarni ko'rib turibsizlarmi? O'qishga kelgan bo'lar ham? Ha, bizani ham o'qishga kelganimizga 15 kun bo'ldi. Hali boshqalarni ko'rmadik. Aytganchi, Zebo bilan to'ylar bo'ldimi? Qalay hayot? Zo'r. Farzandlik ham bo'ldik-ku. Yo'q, malades. Baxtli bo'lsin-a? Tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. Okam baxtli bo'lsinlar. Ey Javohir, Sevnur bilan Romeo va Julietta bo'lib yuruvdinglar-ku. Nima bo'ldi oxiri? Ya, Romeo Julietta emasu, shu Jack va Lovia poyasi bo'lib ketdik. Cho'p forishdi. Kelganda kelinmi? Xo'rlangan kelinmi? Tanlangan kelinmi? Tanlanmagan kelinmi? Bo'ldi. Axir qayimga ssenariy yozib beryapsizlarmi? Bo'ldi qillaring. Xullas uydagilar rozi bo'lmadi. Mayli, zato hozir qulog'im tinch. Maza qilib beraman. Bo'ydoqchilik. Chalmagan tilak. Bo'pti-da bo'la. Yo'q, taqdirvali bo'lgan. Ko'rganmisiz kinoni? Yo'q. Men hozir anime ko'ryapman. So'kinmang bo'la. Men ham birinchi shunday so'kinishni o'ylaganman, so'kinishmas u. Mani taqsirim qatta ekanlar. Bobur aka bilan gaplashib turman hozir, Germaniyada. Ishlagani ham qizini davolatgan olib ketgan. Hozir o'sha yerda yuribdi. Rahmat, o'zinglar yaxshimisizlar? Mana, men ham Germaniyaga kelib oldim. Qizim litseyni o'qiyapti. O'zim ham shu yerga ishga kirib oldim. Endi bilmadim, balki borib qolarman. Endi to'g'risi, o'zim ham bilmayman. Hayot majbur qilsa odam o'zi kutmagan ishlar bo'lib ketar ekan.
Kim o'ylabdi deysiz endi? Bobur Germaniyaga kelib, yashashini, pul ishlashini zo'r. Bu yerning ko'chalari toza, iqlimi zo'r. Lekin tanishlar yo'q, mehr yo'q. 6 oy deganda Germaniyadagi O'zbeklar degan guruhni topib oldim. Har 15 kunda yig'ilib osh qilib turibmiz. Boshida kelganimda juda ham zo'r edi. Lekin hozir zerikkanman to'g'risi. Bekor bo'lsang bemalol yozib o'rgan. Nemischasiga Auf Wiedersehen. Hayot yaxshi bo'ladi, yomon emas. Xudo xolasa. Unga ham oson deb bo'lmaydi lekin. Bola, Sherxon adolat deganlar bo'ladi, esinglardami? Ha, ikkalasini to'y bo'lgan bo'lsa? Yo'q. Yo'q. Yo, o'zim ham ishonmayapman lekin bu gapga. Obbo, bo'la qoling, muncha imilladingiz. Jonim, quvonman-ku, xafa bo'lib qolmang. Tezlashsangiz-chi. Ha, bo'ldi. Elyor Imron deganlari ham bo'lardi. Shular esinglardami? Men yangi yilda o'qigandim. Ular bittasini uyga bostirib kirib pichoqlagan ekan. O'shandan keyin qamalib ketibdi ular. Uy egasi qamatib yuborgan. Ha, Voy, Uydiga to'g'ri chiqibdi. Bolla, o'zani paryadishni bolalardan ekansizlar. Oqibatinglarga havas qildim, ko'z tegmasin. Shu bir yig'ilib qolmiz, u bu joyga bormaymizmi? Davay, go. Davay, go, davay. Bolla, davay. Davay. Bo'la, o'lay agar yemayapti. O'zim ham sezdim. Bo'la. Yaqinda student serialimiz chiqdi, ko'rdingizmi? Ha, YouTube'da ikkita qismini ko'rdim. 3-inchisi qachon chiqar ekan? Qolgan qismlari ITVda chiqadi, jigar. O'zi 29 ming ekan. Olaylik. Shuni pulga sotib olib ko'ramizmi hozir? Undan ko'ra ozgina sabr qilsangiz, Telegram kanallarda tekin variant chiqadi. O'shada ko'raveramiz. Telegramda 70 ta kanalga podpiska tashlattiradi-da, oxirida serial ham chiqmaydi ichida. 70 ta kanalga podpiska tashlagani ham mayli. Karta tashlasanglar, kartanglardagi pulni ham yechib olishadi-yu. Bo'ldi, bolla. O'zi 29 ming so'm-ku. Undan tashqari oylik to'lov. Men hozir ichayotgan suvlar ham 35 ming so'm-da. Yo, sumayli. Bir kunda qancha sigaret chekasiz? Gideta bir pochka 32 minglarda jigar. La sigaret pul emas. Javohir, mana uyingga taksida nech pulga ketasan? 40 mingga. 29 mingga sotib olib metroda ket. Undan tashqari yo'da kino, multfilm, telekanallar, futbolingni ham ko'rib ketsang bo'ladi. O'zimizni serialni ham ko'ra olasan. Yo'q, multik ham ko'rsa bo'lam. Da, конечно, eng qizig'i ham orqamdagi inson meni qidirib yurib, taksiga 300 ming sarflab yubordi. Shuni 29 mingga ko'rsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Undan tashqari siz biz ijodkorlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Arzimagan pul to'lab sifatli narsa ko'rasiz. Bolalar, agar sizlar to'lov qilsanglar, bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Shunda biz serialimizni boshqa mavsumlarini, boshqa kinolarni bemalol ola olamiz. Jigar, lekin ko'zimni ochib yordingiz. Uyga borib onajon bilan ham bitta ITVda ko'rib boraman. Taqsir, paypon ajali-yu, qatdan olgansiz buni, jinnisi. Yoqdimi? Bor bitta beraymi? Nech pul o'zi? Atiga 70 ming. Yaxshi ekan narxi. 70 ming so'mga paypo arzon-da, ITVning obunasi 29 ming so'mga qimmatmi? Yo, bunaqasi ketmaydi. Siz atiga 29 ming so'mga shuncha narsaga ega bo'lasiz, jumladan student seriallarini barcha qismlarini ko'rishga. Bolalar, pastdagi havola orqali o'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bolalar, hammanglar bilan ITVda ko'rishamiz. Taginalik.